Lovers. Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 7-umr animesi. Tarjimon Samandar, Taiming Itachi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etishdi. Tamyoka, Nezuko, Mitsuha va Itachi. Birgalikda maroq ila tomosha qilamiz. 寝ぼけ眼をこする虹を渡り鳥たち僕らは似た者同士さここでないどっかへ運命のその糸断ち切れねもっと自由に大胆に遊べ今を1秒でも願ったら今日という朝から新たな光が始まる目の前に凛と灯ったその全てを一つのバスで透明なショート誰かのメロンで濁すなピリオドの先へ貫け未来はきっと変えられるからOrta qolma, Lyusis. Xo'p. Iltimos qilaman, Shahzoda Teodor. Mendan noto'g'ri yo'lda foydalanyapman deb o'ylab ko'rmadingizmi? Ritsar nomzodlari mashg'ulotlariga o'g'il bola sifatida qatnashmoqchi ekanligingizni aytdingizmi? Bu yaxshi fikrligiga ishonchingiz komil emas. Nega men sizga yordam berishim kerak ekan? O'sha kuni menga maktub yuborgan edingiz. Shu sabab yordam so'rayapman. O'sha maktubmi? Ha, buni men yozdim. Lekin nima uchun yashirincha kirishingiz kerak? Sizga ko'rsatma berish uchun Ritsar tayinlashi mumkin. Agar shunday bo'lsa, ular meni xuddi malikadek asrab-avaylab tayyorlashadi. Ajablanarli. Siz o'sha yerga borishni va qattiq munosabatni xohlaysizmi? Men buni qila olmasdim. To'xta. Janob oliylari, Juda yaxshi. Men sevimli opam uchun yordam beraman. Sizning xohishingizni amalga oshirish uchun bor kuchimni sarflayman. nega birdan javobingiz o'zgardi? Xo'sh, bu qiziqarli tuyuladi. O'ylaymanki, hatto akam ham buni oldindan bila olmaydi. Xotini Ritsarlar safiga kirish uchun erkakcha kiyinadi deb kim ham o'ylardi? Qanday qilib fursatdan foydalanmay akamni hayratda qoldirmasligim kerak. Men bu qiliqlarim bilan Shahzoda Arnoldni hayratda qoldirmoqchi emasman. Men albatta shunaqa vaziyatlardagi akamning chehrasini ko'rishni istardim. Bugunga shu yetadi. Dam olinglar. Rahmat janob. Bu Galxenning eng oddiy mashg'ulotimi? Ahvoling yaxshimi, Lucius? Fritz, rahmat. Lekin dam olsam yaxshi bo'lardi. Unda senga hamroh bo'laman. Mehmonxonaga qaytsam ham u yerda yolg'iz qolaman. Yolg'iz? Ha, bu yerga Setsunadan keldim. Buni bilmaysanmi? Bu shimoldagi port shahri. Koyol kemalari o'sha yerda to'xtaydi, to'g'rimi? Ha, bu ajoyib shahar. Agarda o'sha odam bo'lmaganida edi, hech qachon Ritsar bo'lmasdim va qolgan umrim o'sha shaharda o'tarmidi. O'sha odam? Shahzoda Arnoldda. U urush qahramoni va yana qilich ustasi. U juda ham ajoyib. Aha. Men ham Shahzoda Arnold kabi kelajakda buyuk Ritsar bo'lishni xohlayman. O'sha yerdagilar imperator oilasi a'zolariga bunday murojaat qilmasligingiz kerak. Siz ularni shahzoda deb atashdan ehtiyot bo'ling. Ha. Tushunarlimi? Boshingizni ko'taring. Siz Graf Lovinmisiz? Graf Lovin? U nafaqat shimolda, balki Galxen oilasini ham sodiq qo'riqchisi. Lekin 3 yildan so'ng Shahzoda Arnold imperator bo'lganidan keyin uni jinoyatchi deb o'ldiradi. Nahotki qiz bolaligimni sezib qoldi. Ovqatlanishni yoqtirasizlarmi? Ha, janob. Tushunarli. Bunday holda ko'proq ovqatlanishingiz kerak. Ko'rib turganimdek, sondagi mushak massasi o'rtacha odamnikiga qaraganda kamroq. Ha, janob.
Ertadan boshlab men sizga o'qituvchilik qilishni boshlayman. Sen bilan birga ishlaymiz. Nima? Janob, oliy hazratlar bilan uchrashuvingizga oz qoldi. Ha, hozir boraman. Ma'zur tutasizlar. Katta rahmat, janob. Rahmat, janob. Elsie, men qaytdim. Xush kelibsiz, xonim. Shahzoda Arnold, xayrli tong. Tuningiz osuda o'tdi degan umiddaman. Ha, Janob oliylari. ertaga tushdan so'ng g'arbiy darvoza oldiga kel. Buni hech kim sezmasin. Sochimni bo'yashim kerakmi? Yo'q, kerak emas. Tushunarli. Demak, oddiy kiyimlarda borishim kerak-a? Haligi Rishi xonim, Ha, nima uchun shahzoda Arnold bilan yashirincha gaplashdingiz? gap shundaki, ertaga shaharga bormoqchimiz. U yerga nima maqsadda boryapsiz? Balki biror rasmiy ish bo'lsa kerak. Ko'zga tashlanmaydigan kiyim kiygan yaxshi. Jigarrang zig'ir libos va oddiy kulrang xalat. Rishi xonim, buni menga qoldiring. Nima? Sizga nima? Qasam ichamanki, mavqeingiz ko'tarilishiga yordam beraman. Nima? Bu yog'iga hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Yopinchiqni tushursang bo'ladi. Xavotir olma. Bu yerdagi aholini hech biri seni yuzingni tanimaydi. Bu to'g'ri. Nima demoqchi ekanligingizni bilaman. Bu rasmiy ish bo'lsa kerak deb o'yladim. Shuning uchun ochiq kiyinish ham noto'g'ri deb hisoblayman. Bu sen bo'lganingga eski mato va oddiy kiyimda kelasan deb o'ylagandim. Bunday qilishimni qanday bildingiz? Xizmatkoring sababmi? Bu hech qanday muammo olib kelmaydi. Rostdanmi? Shunchaki xizmatkoringni yuqori baholashimga sabab bo'ldi. Yura qol. Shoshmay turing. Bozor. Bu shunchaki bozor, uni hamma yerdan topishing mumkin. Biroz noto'g'ri gapiryapsiz. Bular Koketoning mashhur uzumlari. Bu esa kamdan kam uchraydigan qushning tuxumlari. Ana bu yerda esa, To'g'ri, bozor hozirgi iqtisodiyotni belgilaydi, lekin atrofdagi tinchlikni ham ko'rsatib berishi mumkin. Cho'ntak soati. Janob oliylari, qayerga? Sen bozorni ko'rmoqchisan, shundaymi? Katta rahmat. Bu yangi uzirga mevalar olishingiz kerak. Qo'y olasin dehqonchiligidan. Ular Setonadan hozirgina kelishdi. Yosh xonim, chegirma qilib beraman. Kuttirganim uchun uzr. Shoshma. Bu qo'lingdagi g'alati narsa nima bo'ldi? Kayolis mevasi. Biroz g'alati ko'rinishi mumkin, lekin juda foydali. Yeb ko'ring. Men shoshma dedim. Bunga qaysi tomondan qarasang ham. Shunchaki yeb ko'ring. Xo'sh, qanday ekan? Menimcha ko'rinishdan ko'ra mazali. Uni ta'mi juda ham to'yimli ekan. Yo'q, bu boshqacha ifoda. Harakat qilish vaqti keldi. Agar yana biroz tursak, Oliverning xizmatkorlari bizni ushlab oladi.
Nega u birdan bunday gapirdi? Bu yerni egasi saroyga kelmadi. Shu sababdan bu yerga kelishga majbur bo'ldim. Kelishingizni kutgandim. Valiahd shahzodaning huzurida ishlash biz uchun katta Hashamatga sharaf. hojat yo'q. Boshingizni ko'taring. Tanishganimdan xursandman. Shu do'konning egasiman. Mixailo Laure Venerman. Tanishganimdan xursandman. Mening ismim Rishi Imgard Wisner. Qanday jozibali. Bu kamtarona zargar hisoblanadi. Rishi xonim, topingchi bu toshlar orasida qaysi biri soxta? Ha? Rishi, unga javob berishga harakat qil. Bilmayman. Qanday qisqa va aniq javob. Tan olib gapirish ham hammaga emas. Kechirasiz, xonim. Yaqindan ko'rsam ruxsat berasizmi? Ularning har biri yuqori darajadagi shaffoflikka ega. Biroq bu toshlarning hech biri haqiqiy emas. Mahoratingizni tan olaman. Buni topa olgan birinchi insonsiz. Hamma ham topa olmaydi. Lekin ular chindan ham judayam jozibali. Soxtaligini bilib turib ham bunday toshlardan foydalanib ajoyib buyumlar yasaydigan insonlar yo'q emas deb hisoblayman. Axir sizni ko'proq hayratda qoldiraman. Buning umuman hojati yo'q. Bizni do'kondagi mahsulotlar faqat bir nechtasiga sotiladi. Bizni mahsulotlarni ko'rishingizni juda xohlardim. Agarda u ma'qul kelgan bo'lsa, unga o'zi istagan narsani bering. Ha, biz mahsulotlarni zavqlanib tayyorlaymiz. Nima bo'layotganini tushuntirib bera olasizlarmi? Shunchaki janob oliylar sizni oldingizga kelayotgani uchun sherik edim. Sendan faqat bir narsa so'rayman. Senga uzuk hadya qilishga ijozat berasanmi? Nima? Uzuk? Oliy hazratlari Valiahd shahzoda kelin uchun nikoh uzugini tayyorlatmoqchi edilar. Men ishlarimni tugatgach darhol qaytaman. Uzuk? Kelin? Lekin nima uchun? Galxenda o'ylashim bo'yicha kelinga uzuk kerak emasdi. Lekin men shunchaki rasmiy uchrashuv bo'ladi deb o'ylagandim. Senga uzuk hadya qilaman, nima xohlasang shuni tanla desam, seni jimgina tanlov qilishingni hatto tasavvur ham qila olmayman. Boshqalar tomonidan sotib olingan hadyani qabul qilmaysan, shundaymi? Bu yerdagi toshlar birinchi darajali. Oramizda pul rol o'ynashini istamayman. Lekin janob oliylari, bunday qimmat narsani qabul qila olmayman. Agarda bu uzuk seni qo'lingda bo'lsa, bu shahar boyligi emas, to'g'ridan-to'g'ri meni hisobimga tushadi. Bu menga iqtisodiy yordam beradi. Tushunarli. Shunday bo'lgan taqdirda ham men o'z tanlovimni kamtarinlik orqali hal qilaman. To'y paytida uzuk qo'limga taqiladi. Shuning uchun olmosni tanlasammikan? Yoki ko'zlarimni rangiga mos qilib zumradnimi? Agar qarshi bo'lmasangiz, sizga tavsiya berishim mumkin. Ha, yaxshi bo'lardi. Sevimli zargarlik buyumini qo'yish va uni g'urur bilan taqish. Bu oddiy narsa sizni jasoratli qilishi mumkin. Bu sizni shaxsiy himoya e'tiboringiz bo'ladi. O'zingizga chin dildan yoqadigan narsani tanlang. Misol uchun Rishi xonim, sizga qaysi rang yoqadi? Qaysi rang yoqadi? Sovuq mamlakatda muzlagan dengizdan tiniq rang. Mana shu rang.
Sizda uning ko'zlari bilan bir xil rangdagi tosh topiladimi? Nima? Qanday ajoyib javob. Yo'q, unday emas. Hozir nima deganimni o'zim ham tushunmadim. Iltimos, noto'g'ri tushunmang. Hech qanday maqsadim yo'q. Shunchaki shahzoda Arnoldning ko'zlarining rangi yoqadi. Siz har doim shunday o'ylagansiz, shundaymi? Shu yerda biroz kutib turing, xonim. Sizga ko'rsatadigan bir narsam bor. Xonim, shoshmang. Iltimos, hozir nima bo'lganini esingizdan chiqaring. Voy, bu go'zal quyosh botishi saroyni yanada yoritmoqda. Nimaga? Chap qo'lingni 3-barmog'i. Ha? Uzuk o'lchamlarini olishda aynan shu barmog'ingni ko'rsatding, to'g'rimi? Menimcha, shuni o'zim xohladim. To'y paytida chap qo'lning 3-barmog'iga uzuk taqilishi mening mamlakatimdagi odatdir. Lekin nima uchun o'zi uzuk olib bermoqchisiz? Shunchaki bu uzuk hadyasini hech qanday ma'nosi yo'q. Lekin sen bu qo'llar bilan ko'p harakatlar qilasan. Men esa o'sha barmoqlaringga shunchaki bezak berishni xohladim. Bu esa menga xotirjamlik olib keladi. Demak, bu uzuk bitganidan so'ng hammadan oldin sizga ko'rsataman. Ha, Bo'lishi mumkinmi? O'ylab qarasam, graf Lovin kelgani haqidagi xabarlarni eshitdim. U kimning mehmoni? uni men chaqirdim. U ritsarlik nomzodlariga ko'rsatma bera oladigan eng yaxshi odam. Janob oliylari, bu yerda turib kimni kuzatyapsiz o'zi? Bu juda ham keskin savol bo'ldi. Graf Lovin davlat himoyasi uchun juda muhim odam hisoblanadi. Uni shunchaki askarlarni tayyorlash uchun chaqirtirganingizga ishonmayman. Kimnidir kutyapman deb o'ylashga seni nima majbur qildi? Cho'ntak soatingizni tez-tez tekshirib qarab turdingiz. Saroyga soat nechida qaytishni chamalayapsiz. Bu yerga kelganimizdan so'ng esa soatingizga bir marta ham qaramadingiz. Shuningdek, bu yerdan turib poytaxtga kim kirib chiqayotganini bemalol kuzatish mumkin. Kecha tunda boshqa davlatdan bu yerga xat keldi. Uni jo'natuvchisi to'yga kela olmasligi, shuning uchun ertaroq tashrif buyurishni aytgan. Bu shart emasligi haqida aytishimdan oldin yana bir xat yetib keldi. Unda imkon qadar bayramni tezroq qilishni xohlashlari, shuning uchun javob kutmasdan kelishlari aytilgan. Bozorda Kayalladan kelgan mevalarni sotayotgan odamlar ko'p edi. Xat jo'natuvchilar ham o'sha yerlikmi? Men ayoqchilarim ma'lumotlari va vagonni sayohat qilish vaqtini hisobga olganda Weizner. Men bu qirollikni himoya qilmoqchiman. Shahzoda Kyle. ilgari Kyle janoblarining otam bilan aloqalari bor edi va shuning uchun qolishga ruxsat berildi. Aytganimdek, bu yerga kelishidan maqsadi bo'lsa kerak. Kyle shahzodasi, oliy hazratlari Kyle Morgan sizni ko'rish uchun shu yerda. Sizni nikohingiz bilan tabriklash uchun bu yerga tashrif buyurdim, shahzoda Arnold. Men Kyle Morgan Cleverly. Otam bo'lmish Koilis qirolining vakiliman. Bu voqeani nishonlash uchun bu yerga shoshildim. Bu yo'lni bosib o'tish uchun mashaqqat chekdingiz. Buning uchun minnatdorman. Bu imperiya va Kayol qirolligi o'rtasida katta farq bor.
Kayol qirolligi qimmatbaho toshlar ishlab chiqaradi. Boy davlat, lekin yilning ko'p qismida davlatni qor qoplaydi. Oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj uchun qo'shni davlatlar bilan savdo qilish kerak. Va 5 yil o'tgach, shahzoda Arnold qo'zg'atadigan urush tufayli yo'q bo'lib ketadigan davlat bu. Risha, Eshitaman, shahzoda Arnold. bu bo'lajak rafiqam Risha. Siz bilan tanishganim sharaf. Mening ismim Rishi Emgard Wisner. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Shahzoda Arnoldning ayoli bo'ladigan kishi. Albatta, ajoyib va maftunkor xonim bo'lishiga ishonardim. Lekin men hech qachon sizdek maftunkor xonimni tasavvur qilmaganman. Siz misol go'zallik ma'budasi kabisiz. Bunday mulozamatni keragi yo'q, shahzoda Kayol. Hozir o'ylaydigan boshqa masala bor. Shahzoda Kayolning yuzi haddan tashqari oq. Uning terisi xuddi o'lik odamniki kabi ko'karib ketgan. Biror narsani bildingizmi? Buni tushuna olmadim. Aytayotgan so'zlaridan asl maqsadini zarracha sezmadim. Nima? Lekin siz unga shunday qaradingizki, xuddi hozir o'ldirib qo'yadigandek. Eng muhimi, Kayl Koyolsdan bir qancha akademiklarni olib kelgan ko'rinadi. Soning rangiga ancha ochilib qoldi. Kayol. Kutganimdek. Agar ularni tiklamoqchi bo'lsang, hammasini hozirlayman. Xursand bo'lardim. Aslida men shahzoda Kayolning juda nimjonligini eshitgandim va menda u sinab ko'rish kerak bo'lgan dori bor. Agar u bilan birga kelgan odamlar ruxsat berishsa, ovqatiga shu doridan qo'shib berardim. Bu hazil edi. Bu umuman hazilga o'xshamasdi. Birinchi navbatda uni kelishiga ziyofat qilinadi. Albatta, tayyorgarlik ko'raman. Kayl va Lovina yuzma-yuz uchrashishini ko'rmoqchiman. Kayl nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zini ushlab turish kerak. Xo'y, nega bunaqa ifoda qilyapsan? Hech nima. Agar ertaga kechqurun graf Lovin ziyofatga kelsa, meni o'ta noqulay vaziyatlar kutyapti. Telegramdagi Anilavers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etishdi Tamyoka, Nesuko, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Samandar, Taiming Itachi. Mayli keyingi qismlarda Telegramdagi Anilavers kanalida ko'rishguncha.